5 yildan so'ng hayotingizdan ko'p narsalardan afsuslanasiz. Xuddi 5 yil oldin qo'ldan chiqarilgan afsuslar kabi. Ammo bugun ushbu afsuslardan atigi bittasini yo'qotish uchun gaplashib ko'ramiz. Salom, men ismim Muhammad va bugun siz bilan nega YouTube kanal ochish haqida gaplashamiz. Keling, endi 5 yil oldinroqqa qaytamiz. Siz hali yosh va hayotida ko'p narsalarni ko'rish arafasidasiz. Qanchadan qancha narsani yo'qotish yoki qanchadan qancha narsaga erishish haqida. Balki ulardan qanchasigadir erisharsiz. Lekin tasavvur qilib ko'raylikchi, o'sha narsalarni siz boshidan oxirigacha odamlar bilan ulashganingizda-chi, hozir qanchadan qancha odam sizni kuzatayotgan bo'lardi. Balki siz o'ylarsiz, meni hayotim boshqalarga qiziqmas deb. Keling bu narsani hayotiy misollar haqida ko'rib chiqamiz. Mr. Beast, Logan Paul yoki misol uchun o'zingizning yaxshi ko'rgan blogeringiz. Siz ularni qancha vaqtdan beri kuzatasiz? Balki ular haqida o'zingizni hayotingizdan ham ko'ra ko'proq narsani bilarsiz. Nahotki sizning hayotingiz ularnikidan zerikarliroq bo'lsa. Meni o'zimni ham bu YouTube'ga birinchi video va 5 yil oldin bu kanalni ochmaganimdan afsuslanaman. Chunki 5 yil davomida o'zimni qanchadan qancha sohalarda sinab ko'rdim. 1 yil oldin 18 yoshimda Koreyaga kelib, qilib ko'rmagan ishim va qiyinchiligim qolmadi. Va bu videolar aniq bilaman, Koreyaga kelmoqchi bo'lgan yoki chetga chiqmoqchi bo'lgan va chetda ishlayotgan odamlar uchun albatta qiziq bo'lardi. Endi hozir chuqurroq tomonga o'tamiz. Bu kanallardan o'zi kimga foyda va o'zi foyda bormi? Bularning hammasini yuqorida aytilgan misollar bilan birga keltiramiz. Mr. Beast u birgina 2024-yilda o'zining Festivals shokoladi orqali 251 milliondan ortiq foyda qilgan. Keyingisi Logan Paul, uning Prime ichimligi 1,2 milliard dollardan ziyodroq savdo qilingan va u shunchaki o'zining hayoti va vloglar haqida oladi. Sizga yana ham ko'proq misollar kerakmi? O'zingiz yoqtirib kuzatadigan Instagram blogeriga qarang. Ularning davlatlari bayrog'i tushirilgan highlightlari sizni barcha istoriyalaringizdan ko'ra ko'proq bo'lishi mumkin. Boshlamaslik uchun sizda sabablar juda ham ko'p. Menda kamera yo'q-da, menda yoki mikrofon yo'q-da, lekin ulardachi, ularning davrida hatto kameralar xiraroq va mikrofonlar ham yo'q bo'lgan. Men o'zim bundan 4 yil oldin chiqqan telefonda video ko'ryapman. Hech qanaqa mikrofonlarsiz. Va bu narsalar hech qaysi birimizni to'xtatib qolish kerak emas. Aslida YouTube yoki boshqa platformalarda akkaunt yuritish uchun sizga atigi 3 ta narsani o'zi kifoya. Birinchisi, bu albatta oddiy montaj qilishni o'rganish. Siz katta pulli platformalarda professionallarda ishlashingiz shart emas. Shunchaki birinchi video bilan ikkinchi videoni qo'shib qo'yishingizni o'zi ham yetadi. Ikkinchidan esa bu albatta kamera. Bu degani siz 2000-3000 dollarlik kameralarni olishingiz shart emas. Shunchaki 3 yil yoki 4 yil oldin chiqqan telefonlarni o'zi ham birgina video olish uchun ancha yetarli. Lekin sifatga albatta ozgina e'tibor berish kerak. Uchinchi va oxirgi maslahat esa bu siyqasi chiqib ketgan maslahat. Ya'ni qo'rquvni yengish. Men 5 yil oldin kanal ochmaganim sababi ham aynan o'sha edi. Men bugungi videoda o'zimning tajribam va bilimim yetguncha sizni nimagadir undashga harakat qildim. Bu mening YouTube'ga birinchi videoyim. Umid qilamanki, bu davomiy bo'ladi. Va siz endi bu yo'lda qo'llab-quvvatlaysiz deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha